Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan JavaScript brauzer va web hujjat obyekt modellari bilan ishlashni o'rganamiz. Bunda bizda DOM va BOM tushunchasi mavjud. DOM Document Object Model hisoblanadi. BOM esa Browser Object Model hisoblanadi. Hozir bularning nima ekanligini sizlar bilan o'rganamiz. DOM nima va u qanday ishlaydi? Tasavvur qiling, siz televizor ko'ryapsiz. Televizorda bo'layotgan ko'rsatuv sizga yoqmadi. Siz uni boshqa kanalga olmoqchisiz. O'sha paytda pult, albatta, pult yordam beradi. Ya'ni masofadan boshqarish pulti sizning televizoringiz bilan muloqot qilish imkonini beruvchi ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Siz pult orqali televizorni faollashtirishingiz va uni bemalol boshqarishingiz mumkin. Xuddi shu tarzda ham JavaScript HTML sahifasini DOM orqali faollashtiradi va uni boshqaradi. Endi ya'ni uning kengaytmasi Document Object Model yoki DOM deb nomlangan interfeysdagi xususiyatlar, usullar va hodisalar foydalangan holda brauzer bilan bog'lanishni amalga oshiradi. Endi BOM ga keladigan bo'lsak, BOM Browser Object Model hisoblanadi. JavaScript ssenariysida brauzer web ishlab chiquvchiga web sahifaning elementlari, brauzerning o'zaro aloqada ishlashi mumkin bo'lgan juda ko'p yopiq obyektlarni beradi. Bularning barchasi birgalikda brauzer obyektlari modeli BOM Browser Object modelini tashkil qiladi. Ushbu modelning eng yuqori global oyna obyekti joylashgan. Bu oynalarda bir yoki asboblar paneli, uskunalar paneli, menyular, holatlar paneli, HTML sahifasi va boshqa obyektlar mavjud bo'ladi. Masalan, mana bu rasmga qaraymiz. Mana bu joyda obyekt window, ya'ni bu obyektimizning window hisoblanadi. Bu obyekt location, ya'ni bu adres yoziladigan maydon hisoblanadi. Bu obyekt location deb yuritiladi. Keyin obyekt history, ya'ni obyektlarimizning tarixi. Oldinga qaytish va oldinga o'tish mavjud bu joyda, ya'ni oldin tashrif buyurgan sahifalarimizni qaytsak, oldin tashrif buyurgan sahifalarimiz ochiladi. Oldinga yursak, oldin ochgan sahifalarimizni ochib beradi. Mana bu joy esa, mana bu yashil nuqtalar bilan belgilangan, chiziqlar bilan belgilangan joy obyekt dokumenti hisoblanadi. Demak, tushunib oldik, bizda obyekt window, obyekt location, obyekt history, obyekt document kabi tushunchalar mavjud ekan. Xo'sh, endi kodlarga qaytamiz. Ya'ni birinchi mana bu kodni sizga tushuntiraman. Hozir nima bajarishini, ya'ni hozir DOMlarni o'rganamiz. DOMlarga oid misollarni ko'ramiz. JavaScript HTML DOM, ya'ni HTML da DOMni qo'llaymiz, ya'ni Document Object modelini qo'llashimiz kerak. Bu joyda yana p tag ochdim va bunga intro ID'sini berdim. Finding HTML elements by ID, ya'ni ID orqali elementni topib olish. P tagi yozilgan va ichidan b tagi berilgan. P tagiga ID demo berilgan, ya'ni ikkita p tagi qo'llanildi va unga intro va demo IDlari berildi. Xo'sh, script kod yozib boshlandi. Element document get element by ID, ya'ni introni o'qib olsin birinchi. Keyin document.get element by ID demo inner HTML. The text from the intro paragraph is element.inner HTML, ya'ni bu endi demoga tenglab bo'ladi va demoni chiqaradi ekranga, demoning ichida mavjud bo'lgan narsani va script kodni yopadi. Xo'sh, buning natijasini ko'ramiz hozir. Mana buni biroz kichikroq qilib turaman. Ikkitaga ajratib natijani ko'rib olamiz. Xo'sh, mana bu hozirgi misolimning natijasi chiqyapti. Mana the text from the intro paragraph finding HTML get element by ID, ya'ni bizga shu matnni topib nima qildi? Topib turib bizga inner HTML ni chiqardi. Xo'sh do'stlar, bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu nima ketyapti? Bu jarayonda intro va demo obyekt, ya'ni p taglarni birlashtirdi. Xo'sh, buni kommentariyaga olaman va sizga keyingi kodni tushuntirib boshlayman. Buni kommentariyadan ochib olaman. Bu yerda nima berilgan? Bu yerda ham DOMni qo'llayapmiz. Changing the DOM style, ya'ni DOM orqali biz endi nimani? Hello world, ya'ni matnni rangini o'zgartiryapman. Buni qanday amalga oshirdim? Ikkita p tagi ochib oldim va p1 va p2 idlar bilan nomladim. Ichiga hello world matnini joylashtirdim va script tagi ochdim. Script tagining ichida document.get element by ID p2, ya'ni p2miz mana bu joyda ikkinchi p tagi hisoblanadi. Buning nimasini, rangini aytyapman. Color, qanaqa rangga bo'ya deb aytyapman. Color blue deyapman, ya'ni ko'k rang bo'lsin deyapman. Style yozyapman. Style.color blue.
Keyingisi P2 Arial bo'lsin deyapman, ya'ni shrift turini ham belgilayapman mana bu joyda Arial va keyingida P2 font size larger, ya'ni kattaroq shriftda qo'llan deb aytayapman. Ya'ni bu joyda nima qildik biz? CSS ni, ya'ni xuddi CSS da font family, font size, color kabi xususiyatlar mavjud edi. Endi biz mana shuni JavaScript orqali amalga oshiryapmiz. Ya'ni JavaScriptning DOM elementlari orqali amalga oshirdik. Xo'sh, buni ham kommentga olaman. Mana javobini ko'rdingiz. Keyingi kodni tushuntiramiz. Endi JavaScriptda add event listener tushuntiraman. Mana bu joyda button id my button degan id berdim va try id ichiga xohlagan bitta matnni yozishingiz mumkin. PID va bunga demo berdim. Ya'ni ikkita button va P ochildi. Bunga id my_button, P ga demo idlari berildi. Xo'sh, script kodi ochdim. Bu joyda document get element by id o'qib olsin. Nimani? My_button nima? Mana bu button va bunga add the event listener click virgul va display date beryapman. Hozir buni tushuntiraman natijasini. Keyingisi function, ya'ni funksiya yaratyapman. Bu yerda display date, ya'ni display date degan funksiya yaratib oldim, nom berdim va unga ichiga document.get element by id demo ni o'qib olsin. Inner html date, ya'ni bizda mana bu joyda date nimasini qo'lladik, funksiyasini qo'llayapman va mana bu joyga ahamiyat bering. Hozir men mana bu try it, ya'ni buttonni bossam, menga nimani? Sanani, vaqtni, ya'ni umumiy date ni chiqaryapti. GTM +05:00 O'zbekiston standartniy время, O'zbekistonning vaqtini menga qaytarib beryapti. Misol uchun hozir 00:40, ya'ni 12dan kechki 12dan 40 daqiqa o'tdi. Ya'ni 6-iyun 2023-yil. Buni hozir mana bu joyga ahamiyat bering. 00:40:36 bu to'xtadi. Hozir men mana bu buttonni yana bitta bossam, hozirgi joriy vaqtni oladi, ya'ni joriy sanani oladi. Bosaman mana 41 minut 12 sekund. Hozir biroz kutib yana bossam, mana bu 12 sekundim o'zgaradi. Mana 19 sekund. Ya'ni biz har bir buttonni bosishimiz orqali joriy nimani? Date, ya'ni joriy sanani qaytaryapman. Vaqt, sana hammasini birgalikda menga qaytarib beryapti. Xo'sh, mana buni date obyekti orqali bajarib oldim. Xo'sh, buni ham kommentariyaga olaman. Bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi keyingisi, endi biz nimaga? BOMga keldik. BOMimiz nima edi? Browser Object Model, ya'ni browserning object modelini ko'ramiz. Hozir bu joyda biz BOMni location metodini qo'llaymiz. Ya'ni location nima edi? Boya rasmda tushuntirdim. Mana bu adresni qaytarib beradi. Ya'ni shu ochilayotgan sahifam qaysi adresda turibdi, menga shuni qaytarib beradi. Tushuntiraman. PID demo berildi. Script document get element by id demo ni o'qib olsin. Inner html. Buni nima deyapman? Tenglasin deyapman. The full URL of this page is bir qator tashlab yuboradi va undan keyin plus window.location.href, ya'ni lokatsiyani aniqlasin, href linkini aniqlasin deyapman. Window oynaning. Xo'sh, mana do'stlar chiqaryapti. The full URL of the page is http://127.001.2.55.00 JavaScript papkaning ichida index3.html. Haqiqatan ham biz mana shu index3.html faylning ichida ishlayotgan edik. Bu mana bu nimani? Live serverni IP adresini chiqarib beryapti va 55.00 bu kompyuterni portini chiqaryapti. Agar bizda ishlab turgan realniy qanaqadir serverda turgan sayt bo'lsa, o'shaning ham adresini bizga qaytarib beradi. Nomi bilan birga, domen nomi bilan birga. Mana do'stlar, sizlar bilan bugun DOM va BOMlar bilan tanishdik.